22 yanvar 2026-yil kuni soat 21:25 da Milliy telekanalida "Yiglagan yuraklar" serialining 9-qismi namoyish etiladi. Ushbu qism an'analar soyasida ezilib yashayotgan, his-tuyg'ularini ichiga yutishga majbur bo'lgan insonlar taqdirini yanada chuqurroq ochib beradi. Bu epizodda sukut va ichki og'riq hikoyaning asosiy ovoziga aylanadi. Serialning kuchi shundaki, u baland dramatik sahnalardan ko'ra sokin, ammo og'ir lahzalarga urg'u beradi. 9-qismda qahramonlarning ichki kurashi yanada yaqqol seziladi. Ular jamiyat qoidalarini buzmaslik uchun o'z baxtidan voz kechishga tayyor. Har bir nigoh, har bir tanaffus tomoshabinni o'ylashga majbur qiladi. An'analarni saqlab qolish har doim ham to'g'ri yo'lmi? 9-qism. Bu shunchaki navbatdagi epizod emas, balki jim yiglayotgan yuraklar haqida samimiy va ta'sirli hikoya. Aynan shu rostgo'ylik serialni tomosha qilishga arzigulik qiladi.